Bu Berliner mani qarshimdan chiqaverib ado qildi. Oxiri tayyorlab ko'rmasam bo'lmaydi dedim va retseptiga qaradim. Chunki uyda bor masalliqlardan qilsa bo'lar ekan. Idishimizga tuxum, sut, shakar, drojani solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Unimizni elidan o'tkazib turib, mayingini qo'lga sal biroz yopishadigan xamir qilib olamiz. Xamirimizga xona haroratida turgan margarin yoki saryoni solib yaxshilab yedirib mushlaymiz. Tayyor xamirimizni oshib chiqquncha qoldiramiz. Ustini strechab yopamiz. Oshib chiqqandan keyin bulardan kichkinagina zuvalachali yasab olamiz. Menda 16 ta chiqdi. Tegini unga botirib turib, pergament qog'ozga qo'yib, ustini yopib yana tindiramiz. Tingandan keyin qizib turgan o'rtadan sal pastroq olovda pishirib olamiz. 2 daqiqa 2 tomonini qizartirib qovurib olamiz. Tez pishadi. Ichiga xohlagan jem yoki shokoladli kremingiz, nutella, xohlagan narsangizni foydalansangiz bo'ladi. Qizlarjonlar, ko'rinishi qalay chiqdi? Kommentariyada fikringizni yozib ketinglar va mening sahifamga obuna bo'lib, yurachani bosib qo'ying. Sizlar bilan hali zo'r narsalar pishiramiz.